Men har kun kecha soat 1 da itdek charchaganman. O'sha energiya qolmagan, kuch qolmagan, uxlashim kerak. Men miyada shunaqa xayollar o'tadi, suka. Qanaqa qilib ular Ferrari, Lamborghini sotib olishyapti? Qanaqa qilib? Men Malibu yoki qanaqadir kitayskiy mashinalar haqida o'ylamayapman. Ferrari. Tushunyapsizlarmi? Ferrari biladi. Suka, 10 yil oyligimda tiyinga qo'yib to'plasam ham ololmas ekanman. Qanaqa qilib suka odamlar shuni sotib olyapti? Men 100% bilaman buni, qanaqadir yo'li borligini. Men bu haromi komfortimdan chiqib, kerak bo'lsa oldin qanaqa yashagan bo'lsam, hammasini atkaz qilib, shunaqa harakat qilaman. Odamlar bilan kayfini qilib yurganda men eshakda ishlayman. Bitta yo'lini topaman deymanda, dalshi ko'zimning yoniga Ferrari keladi. Yana kami 1-2 soat qanaqadir ma'lumotlarni izlashga tushaman. Kitob ochaman, Google'dan qidiraman biladi, YouTube'ga kiraman biladi. Men shunaqa nafratlanaman o'zimdan, to'poyligimdan biladi. Imkoniyatlarim bo'lib turib, oyoq, qo'lim bo'lib turib, sog', aqlim bo'lib turib biladi. Shu omadsiz odamlarning ichida qolib ketayotganimda. Sen bo'lsa qanaqadir motivatsiya qidirib yuribsan. Suka biladi.